13 milyondan verdim. 13'ten beri yaptı. Geç olsa 13 milyondan verdim. 13 milyondan. Bering endi. Kesmeyin, çıkmayın. Sizin hapşoqlar topi bo'lmayapti. Nima o'z? Nurullo Oğuz. Nurullo Oğuz. Chiqmadim hech ham Nurullo Oğuz. Ha mana bugun Mana shu chiqadi. Hoji boboni chiqarib yuboring. Hoji boboni. Mana bu yerni ham chiqarib yuboring. Yomon bo'lib 5 ta olyapti. Onu 5 o'g'li bitta uraydi. Bitta uryapmiz. 13 ta. Zo'r pul. Yo'q. Sen bozor odam, men ham bozor odam. Bitta qora tashlab qo'ying deyapman. Bitta qora 13 million. Mana pullarga chiqarib qo'yaman mana Mana bundan. bitta so'ragan 12 so'radim. 13 million. Bismillah, Yozyovon Chorshanba bozori. Yangi ochgan. Yaxshi mol qilaman degan ko'kalarga bozorlarda o'tayapmiz. Terminning chiroylilari kiribdi. Akalar, hech pullar mana. Kattalarni 13 dan kichkinalar 11 dan keldi. Kattalari 13 dan, kichkinalari 11 dan. Buqalari hammasi novoza. Hammasi novoza akalar. Kelajakda naslga ham yaxshi mol qilaman degan ko'kalarga sutini emib, ancha уже kepakka kirib qolgan bo'lsa kerak aka bular, ha? Ha, уже kepak o't yo'radi-da. Shunaqa holatda. Mana hurmatli tomoshabinlar. Pullari kattalarini aytib o'tildi, kichkinalari. Lekin savdosi bor, akamizga aloqa qilsalaring, kelishtirib qilib beradi. Voyaga telefon nomer. Telefon nomeri 90lik 583 30 31 telefon raqamiga aloqaga chiqib akalar. Bemalol savdosini qilib olasizlar. Lekin o'sha fermadan chiqqan toza naslli buzoqcha so'ragan ko'kalarda mollar ekan. Bismillah. Hurmatli tomoshabinlar, hammaga assalomu alaykum. YouTube chorva ishqibozlari Nurullo Uz kanalida deyapsizlar. Biz bugun Farg'ona viloyati Yozyovon mol bozoridan chorva narxlarini bozordan deyapmiz. Hurmatli tomoshabinlar, kanalda yangilar obuna bo'lib, maksimal layklar bosib qo'llab-quvvatlab tursak, chorva bozorlaridan sizlarga chiroyli, yaxshi sifatlilarni ko'rsatib boramiz. Akalar bo'lsa, xudo xolasa, chiroyli narx-navolardan aniq ma'lumotlar beramiz. Hisoblaying, chiqaraverasizlar. Ma'qul kelib qolganda savdosi ham qilaverasizlar akalar. Akalar, arzimas mehnatimizga bir donadan layk tugmasini bosib, obuna bo'lib qo'ysak, xudo xolasa, chiroyli sizlarga ma'lumotlar beramiz. Tomoshabinlar, qorovullar chiroyli, yaxshi sifatlilardan bor. Aka, nechinchi bolasi ekan? 4-chi keladi. 4-chi bolasi. Bolasi xunaji. Bo'ylari hurmatli tomoshabinlar, birov atrofida chiroyli, yaxshi sifatli bo'lagan akalar. Joni sog'ligiga orqa oldi. Bir xilda. Tibaklari ham chiroyli holatda ekan. Mol chaynalib turibdi. Joy moboralar ko'rsataman. Boshilari ham joyida. Voyaga suti necha litr buni? 20 litr. 20 litr. Hurmatli tomoshabinlar, 20 litrli qorovula. 3-chi yo 4-chi bolasi xunajin, lekin bolani chiroyli beribdi akalar. Xo'p. Aka, savdo qilgan bo'ldimi? 34,5. Siz nech bilyapsiz? 40 million. 10 million so'm kami bor, 34 million 500 ming so'm bozor beribdi aka-ukalar, xudo xolasa. Mol chiroyli holatda. Men nima deyapman, mana Savdo shu qilamiz. o'zingiz ayting. O'zim olib ketaman, ertalabdan beri gapiryapman. Nechib bo'ldi gapiring. Ha, yopishtir gapiring. Yopishtir. Buni qarab turib gapiring. Boshda yopishtirib so'ravering. Yopishtir gapiring. Siz deyapsiz, so'raydi. 34 million so'm bozor so'rayapti. Lekin mol o'ta ham yazimalar chiroyli holatda ekan. Voyaga telefon nomer aytamizmi? Ya sotilib ketadi buni. Ayting nomeringizni. Ayting. Nomeringizni ayting. 93 642 34. Mana hurmatli tomoshabinlar, ishqibozlari aloqaga chiqarasizlar, lekin juda ham ser xaridor, bozorda oldi yaxshi mol ekan ular. Tomoshabinlar. Bolasi ham, bolalari ham bir xil chiroyli holatda ekan mollar. Hurmatli tomoshabinlar mana.
nechinchi bolalari bular? Qizillik ikkinchisi. Uchinchisi. Bolasi novvozmi? Oq novvoz. Hurmatli tomoshabinlar mana. Sutlari qanaqa aka buni? 10 litr, 15 litr. 10 litr. Olmaganmiz, qayerda yurgan. Qayerda yurgan? Qo'lib qo'yamiz. Yemoq-ichmoq tanjon sog'liqlari, tutaylari butun aka. Ko'rib olamiz. Bo'ldi akalar, yuvoshliklari, yemoq-ichmoq tanjon sog'liqlari zo'r deyapti. Pullarni nech bilan deyapsiz bu aka? Bunisini 36 ga, bunisini 22 ga bermaymiz. Bunisi 22 million, bunisi 36 million savdosi bo'ldi. Ustiga qo'shing, sotiladi aka. Telefon nomeri aytaylik aka. 91lik 129 telefon raqamiga aloqaga chiqamiz akalar. Buni ham bir yaxshi, bolani ham o'ta beg'ubor beribdi. 10 tane atrofida suti bor deyapti. Xatam. Semda ovoz muzikching bormi? Sistemgi bormi? Ne xatam? Hurmatli tomoshabinlar, navbatdagi molimiz chiroyli holatdagi, o'ta ham tuzdor, eti baland, yaxshisidan so'raganlarga. Qaysi nima bu? Nurullo ustag'a. Bolasi nima boyaga? Onasini yoshligi, bolasi nima ekan? 33,5. Bolasi novvoz, bolasi novvoz, o'ta ham uzun. Bunaqasi uzun bo'lagan, bunaqasilar. Böyle yaxshi holatda ekan. Boshlari ham beg'ubor ekan. Bo'ylari akalar buru 35 plus minus atrofida. Joni zo'rligi. Karmakam bor. Sodiq akasi Karim. Sodiq borib, ana ratni ishlagan Sodiqchi. Bu aka suti necha litr? 15 litr. 15 litr suti bor. Nechinchi bolasi dedik? Uchinchi bolasi. Yemoq-ichmoq tanjon sog'liqlari zo'r. Yuvoshligi yaxshi ekan, ko'rsatdim aka. Bu aka nech pul deymiz endi buni? 40 million kami bor. 40 million so'm kami bor. Bozor savdo qilgan bo'ldimi? 19 ga. Bozor savdo qilgan bo'ldimi? 3,5 million so'm savdo qildi. Ustiga qo'shganga sotiladi aka. 3 million 500 ming so'm savdo bo'ldi akalar, yaxshi statistik so'raganga. Qog'ozlariga bemalol ko'ringlarda, lekin mol o'ta ham chiroyli holat. Bunisini 19 million 500 ga sotildimi? 19 million 500 ga sotdi kichkinasi. Alhamdulillah. Lekin mol Aka, turib oling bozorga. akamizdan nomerini olib beramiz, telefonda gaplashayapti. Chiroyli sizlarga. Ishqibozlar aloqa etsalar ekan. Kelishtirib beradi. Boyaga telefon nomeringiz bormi? 91lik 198 4138 telefon raqamiga aloqaga chiqib, bemalol akalar savdo qilaverasizlar. Garantiyalarni olib, mutaxassislar bilan bemalol tekshirib olaverasizlar. Hurmatli tomoshabinlar, bolasi kuchligidan so'ragan ukalarga YouTube'ga bizni ham chiqarib yubordi. Bo'ldi aka, aka charchamayapsiz. O'zarishing vardamisiz, charchamayapsiz aka. Olamiz aka. Hurmatli tomoshabinlar, bolasi o'ta ham chiroyli ekan, onasi lekin chakki emas. Unajinaga kelajakda o'ta ham bir yaxshi mol bo'ladi. Nurullo aka. Nechinchi bolasi ekan bu aka? 3-bolasi, xonajon. Suti necha litr? 10 litr suti bor. Suti o'ta yog'li ekan aka, bolasidan ma'lum. Bolasi zo'r boribdi bola boqishdi. Necha pul berdingiz bu aka? 27 million so'm. 27 million so'm. Bermayapsiz. Telefon nomeringizni berarsiz? Bermaysiz. Tomoshabinlar 27 million akamiz savdo qilyapti. Ha, bitingiz yuboraylik bo'lmasa akamga. Bering. Ustachilik bilan bering. Tomoshabinlar 27 million so'm savdosi qilyapti. Bolasi o'ta ham kuchli ekan. Bola berishni yorib qo'yibdi. Tomoshabinlar bo'g'oz 7 oylikdan o'tgan 28 million so'mga baraka bo'ldi. Hurmatli tomoshabinlar, navbatdagi bo'g'oz. Shved olaman degan ukalarga chiroyli yaxshi bo'g'oz chiqdi. Jonim sog'ligiga ma'lumotini olamiz. Bo'g'ozlarni ham bir qator sizlarga ko'rsatsak akalar.
Ishqibozlar aloqa chiqarasiz. Pashtiga tugagan akalar. 15 kun avval 2 haftada tug'ilgan holatda. Nech pul beryapsiz aka? Endi aka 27 bermagan o'tib bering deb. O'tib bering deyapsiz. So'rang dadil. Sotib yuboramiz. Hurmatli tomoshabinlar, Qancha berdingiz? 26 million so'm Necha oylik bu? beryapti. O'ziga to'lgan kuni qolgan. Akalar, hozir savdo bo'lyapti. Agar sotilmasa kelib telefonni beraman. Bu yoqda qorovlalardan. Aka necha oylik ekan bu? Tug'adi aka shu bir haftada. Bir haftada tug'adi. Tug'adi. Joning sog'ligiga chiroyli narsa ekan. Qorovlasidan chiroyli, sifatli etiligidan so'ragan ukalarga. Nechinchisiga tug'adi aka? Nechinchisiga? 3-chisiga. 3-qoringa. Hurmatli tomoshabinlar, 3-qoringa 11 million. oyi to'lib kuni qolgan chiroyli variantdagilar ekan. Telefon nomeri bormi aka? 94lik. 94lik 237 15 11. 237 15 11. Nech puli bor chiqsin aka? 35 kami bor deyapmiz. Bozor so'ragan bo'ldimi? 28 yarim 29 so'rayapti. 30 plus minus ekanda, xudo xolasa, 30 million so'm plus minus akalar. Bu g'oz oyini to'ldirib kuni qolgan. Hali yerga yaqin sut beradigan yapala variantingiz bor, shunaqasi ekan akalar. Mana joning sog'ligiga o'ta ham go'zal holatda. Aloqaga chiqib bemalol bir savdosini qilaverasiz. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, ohu bekor degan ekan. Necha oylik aka? 7 oylik bo'g'oz, hurmatli tomoshabinlar. Nechinchi qoringa? Yoshligiga? Ikkinchi qoringa. Akalar, limuzin deydi-yu, mana shu bo'lsa kerak. O'ta jazibalar, to'rton chiroyli holatdagi motor. O'ta chiroyli, yaxshi holatdagi 7 oylik bo'g'oz deyapti akamiz. Aka, pulni nech pul deyapsiz? 35 million so'm. Bozor so'ragan bo'ldimi? 30 million so'm bozor so'rabdi akalar. 7 oylik bo'g'oz suya qo'shganga sotiladi. Telefon nomeri bormi aka? 91lik 655 0292. Aka, yemoq ichmoq tan jon sog'ligiga garantiyalari bor. Sutiga ham garantiya. Hozir 7 oylik holatda sut berib turibdimi aka? Joning sog' bo'lgin. O'ta ham bir yaxshi mol qilaman degan ko'kalarning mol ekan akalar. O'ta sifat, turuvni qarang, stoykani qarang, stoykani joning sog' bo'lgin. Hurmatli tomoshabinlar, navbatdagi yana bir chiroyli holatda qorovla. Surolaga tortib ketadigan mol ekan. Aka, necha oylik ekan bu? 4 oylik. 4 oylik. Hurmatli tomoshabinlar, bo'ylari 1.45 plus minus atrofida 4 oylik bo'g'oz deyapti akamiz. Nechinchi qoringa aka? 6 kurak. Suti bormi hozir? Suti yo'q. Sog'olmay qo'yibdi akalar, 4 oylik bo'g'oz deyapti. Lekin ketboshlari o'ta ham yaxshi, chiroyli holatdagi mol ekan. Ishqibozlar bir qator savdosini qilaverasizlar akamiz bilan. Ma'lumotni olib beramiz. Nurlovuz aka. Hurmatli obunachilar, mana chiroyli yaxshi holatda ekan. Boyaga nech pul deyapsiz pulini? 30 million narx aytilyapti. Suya qo'shganga sotiladi, xudo xolasa. 23,5 so'rayapti. Ha, 23,5 so'ralyapti, suya qo'shganga sotiladi. Adashib ketgan, hurmatli obunachilar. 23 million plus minus atrofida savdosi o'tdi. Suya qo'shganga xudo xolasa sotiladi. Yemoq ichmoq tan jon sog'liklari yaxshi. Necha oylik bo'g'oz? Telefon nomeri beramizmi aka? 94lik. 94lik 817 817 7708 hurmatli tomoshabinlar. Lekin mol o'ta ham bo'ychan, chiroyli holatda. Kichkina mol emas lekin. Ular ham qarab plyus chiqarsa kerak, lekin minus chiqmaydi akalar. Ishqibozlar bir qator akamizga aloqaga chiqib, savdosini qilib olaverasizlar. Hurmatli tomoshabinlar, xo'jalikka yaxshi bo'g'oz mol qilib olaman degan ko'kalarning moli ekan. Nechinchi qorin polvon bu? İkincisi. 2 yo 3 hurmatli tomoshabinlar. Necha oylik? 10 kuni davom
oyini to'ldirib kuni qolgan, xudo xolasa. Hurmatli tomoshabinlar, bo'g'oz. Shved so'ragan ukalarga pulini nech pul deyapmiz? 30 million kam bor. Bozor so'ragan bo'ldimi? Bozor so'ragan bilmadim Qanchaga borganini bilmaymiz deyapti. Telefon nomeri bormi? Ayting. 99lik 708 90 30. Telefon raqamiga aloqa chiqarasiz akalar. Xo'jalik bor. Chiroyli holatda. Yemoq, ichmoq, tanjon sog'liklari yaxshi? yaxshi. Garantiyalar berasizlar. Qayerda moli? Ulug'norda moli. Garantiyalar beriladi akalar mana. Ulug'norlik akalarimiz xo'jalikka mol so'ragan ukalar bo'lsa, aloqaga chiqib mutaxassislar bilan bemalol tekshirib, sinab ko'rib olaveradi. Hurmatli tomoshabinlar, chiroyli, yaxshi ko'chat muhojirlardan so'ragan ukalarga ham bir qator ma'lumotlar olaylik-da. Xo'p, yosh qanaqa ekan? Necha oylik bo'lib qoldi? 7 oy, 6 oylik bo'lib qoldimi? Shunaqa atrofida. Bo'ylari bu 20 plus minus akalar. To'g'ri. Xunajin chiroyli holatda. Puli nech pul bo'yagan buni? Puli 13 deyapmiz. 13 million so'm kavi bor. Savdosi bor. Bozor so'ragan bo'ldimi? Bozor so'ragan? Har xil 11,5 million atrofida so'radi. Yuvosh chiroyli, yaxshi mol qilaman degan ukalarga. Bo'zay akalar. Telefon nomeri bormi aka? 90lik 90lik 81 781 61 21 telefon raqami. 25. Ha, 61 25 telefon. Yosh qanaqa ekan bu buni? Yoshi. Yosh qanaqa ekan? Yoshi. Oyi necha oylik? Oyi 7 oy. 7 oylik. Hammasi bitta o'zingizdanmi? Hammasi shu 6 oy 7 oy. Shu bolani olaverasiz. Chiqarasiz. 6 oy 7 oylik atrofida. Chiroyli narsalar ekan. Shu bolani chiqarib olasiz. Staylarni ham olay, pastlarini. Pastlarini. Hammasini pastlarini. Originali bu, ha? Ashbolani ham pastini ham tepasini ham bor. Shunday original. 7 oylik, 8 oylik xonajinlar akalar mana ishqibozlariga optim joyida. Pullar nech pullar ekan? Ashi bola bilan. Nech pullar boyaga pullar? 70 million qilish. 5 tasini. Nech pullar bo'ladi shunda? 14 million so'm. Hurmatli tomoshabinlar. Bozor holati xonajin. Mana savdo qildim. Nech pul qildingiz bu? 13 milliondan 13 dan beryapti. Yeshosiga 13 milliondan berdim. 13 million so'mdan. Bering endi. Kesmang, chiqing. Sizni yaxshi vaqtlar topib bo'lmayapti. Nima o'z? Nurullo o'z. Chiqmadim hech ham Nurullo o'z. Ha, mana bugun Mana shu chiqadi. Hoji boboni chiqarib yuboring. Hoji boboni. Mana bu yerni ham chiqarib yuboring. Yeni yomon bo'lib 5 ta olyapti. Onu 5 o'g'il bitta uraydi. Bitta uryapmiz. 13 ta. Zo'r pul. Yo'q. Sizam bozor odam, men ham bozor odam. Bitta qora tashlab qo'ying deyapman. Bitta qora 13 million. Mana Yezmadim. bizlarga chiqarib qo'yaman mana Mana bitta so'ragan 12 so'radim. 13 million. Voy yomon bergan. Beshos ketyapti. 5 ta mal olyapti. Mart savdo qilib, beshalasi bir joyga 13 Bitta million qora. so'm. Bitta qora. Shunaqaga tashlab qo'yadigan ukalar bo'lsa telefon nomeri bormi aka? Yo'q. Nomerini ayting. Nomeringizni bering. Nomeringiz. Sotilib ketadi, sotilib ketadi. Nomerni beraman. Ayting. Es, boraveradi. Qo'lida sero. Bermaysizmi? Qo'jaga Aka, qo'shasiz. bu o'yin emas. Ya to'ppa-to'g'ri. Akaga savdo qilyapman, bu o'yin emas. 99lik aka, 90lik. Toza savdo 99lik aka. Aha. 019 Aha. 35 19. 35 19. Hurmatli tomoshabinlar, akalarimiz shu sohada Xudo xolasa yaxshi mol qilaman degan akalarga aka prosta tutaylari zo'r ekan. Kelajakda bir yaxshi mol qilaman degan insonlarga. Bu nomerni o'chiring. Ha, u nomer noto'g'ri ekan akalar. O'chiring. Ayting. Originalini ayting. 93lik. 93lik
669 669 31 51. 31 51 telefon raqamiga Shunga qilsin. aloqaga chiqib akalar savdosini qilib, Xudo xolasa olaverasizlar. Akalarimizni qo'rada bor deyapti, shunaqa original tutoylari zo'rlaridan. Ha, tutoylari zo'r. Mashina akamizga aloqaga chiqasizlar. Bitta chiroqli bashmol osonman. Ana, ishlaringni bitiradi Xudo xolasa. Endi akalar kamera oldiga birinchi haligi yuzlanayotgan odamda aytdi, xijolatchilik bo'ladi. Aloqaga chiqsalaring o'zi akam yo'lida qilib kelishtirib beradi. Muomalaga qarab bag'rini chiroyli beraveradi. Hurmatli tomoshabinlar, Yozyovon Chorshanba bozori Yangi ochgan. yaxshi mol qilaman degan ko'kalarga bo'zaylarda o'ta ham bir terminli chiroylilari kiribdi. Akalar, hech pullar mana. Kattalarni 13dan kichkinalar 11dan ekan. Kattalari 13dan, kichkinalari 11dan. Buqalari hammasi novoza. Hammasi novoza akalar. Kelajakda naslga ham yaxshi mol qilaman degan ko'kalarga sutini emib, ancha uje kepakka kirib qolgan bo'lsa kerak aka bular, ha? Ha, uje kepak, o't yo'radi-da. Shunaqa holatda. Mana hurmatli tomoshabinlar. Pullari kattalarini aytib o'tildi, kichkinalari. Lekin savdosi bor, akamizga aloqa qilsalaring, kelishtirib qilib beradi. Bo'yicha telefon nomer. Telefon nomeri 90lik 583 30 telefon raqamiga aloqaga chiqib akalar. Bemalol savdosini qilib olasizlar. Lekin o'sha fermadan chiqqan toza naslli buzoqcha so'ragan ko'kalarda mollari ekan.